Bu o'zini navbatida, o'zini vaqtida bu genial ixtiro bo'lgan. Beshik majoziy ma'noda onani qonidagi, homila ichidagi bir muhitni takrori hisoblanadi va bolajonni sekin o'sha bir xil maromda tebranishi, bu onajonning qonini ichida, homila ichida qanaqa bir maromda silkinib chayqalganini davomi. Ya'ni o'sha ustiga yopilgan go'ri po'shla bolajonni beshikning ichida yotganda mikroklimatda saqlaydi. Issiqdan, sovuqdan, kuchli obton nuridan, shovqindan saqlaydi. Bolajonning oyoq-qo'llarini bog'langani bachadonning ichida tiqilib yotgan bolajonga xuddi onaning qonida yotibman, xavfsizlikda ekanman degan tuyg'uni tuyishiga ham sababchi bo'ladi. Shu yosh onalarga, yosh otalarga o'z navbatida aytardimki, ona sifatida, bu sifatida, vrach sifatida birinchi navbatda beshikdan qo'rqish kerak emas. To'g'ri ishlatilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi va bolajonlarga hech qanaqa ziyoni bo'lmaydi. Bu videomizni imkon qadar yosh bolasi bor onajonlarga yuborib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Zotan beshikka belaymi, belamaymi, beshikdan ziyon ko'ramanmi deb o'ylanib turgan onajonlarga juda ham ko'p manfaatga ega bo'ladi.